Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Toshkent viloyati Qibray tumaniga darvozamiz o'rnadi. 2025 da trendda turgan darvozamiz high-tech darvoza, oldi orqasi bir xil chiqqan. Mana kelib yaqinroq olib kelib ko'rsatsangiz, o'ta ideal darajada chiqqan. Ha, mana qalinligi ham 8 santimetrlik bo'ldi. O'ta ideal darvoza. Orqa tomoni ham mana shumkalari ham ajoyib bo'lgan. Orqa oldi bir xil chiqdi mana. Darvozamiz o'ta ideal darajada chiqdi. Orqa oldiga bir xil kras sepilgan. Endi bu materiallarni tanishtirib olmasam 8 santimetr bo'lgan. Qalinligi oldi orqasi 1.8 plyusovlik bo'lgan qalin. Polnusti gruntovka sepilgan, keyin qimmat bankovoy kras sepilgan, keyin qimmat matoviy lak sepilgan. Darvozamiz mana sharnlari ham o'z har doimgidagi katta sharnir qo'yganmiz, yo'llarga shivellardan kestirib qo'yganmiz. Ponna aylan atrofi 12 kilo shivellarda bo'lgan. Sharnir ham 3 ta qo'yganmiz. Darvozamiz o'ta o'g'irib ketgan, 10 kishi zo'rg'a ko'taradi darvozamizni. Bu tomonga kichkina eshik ham qilganmiz kalitga. U ham shunaqa qalin chiqqan 8 santimetr mana. Mana darvozamiz bega domofon qo'yiladi. Mana qalinligi 8 santimetrlik darvoza. Orqasi buni ham bir xil mana, orqa oldi bir xil. O'ta ideal darajada chiqdi darvozamiz. Mana bunisi ham orqa oldi bir xil. Buni ham orqa tomondan olib ko'rsatib qo'ysangiz 8 santim orqasiga oldiga nima sepilgan bo'lsa, gruntovka sepilgan, keyin qimmat bankovoy kraska sepilgan, keyin qimmat matoviy lak sepilgan. Bu ham 12 kilo shivellar bo'lgan polnusti. Qizil bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Batafsil yana ma'lumotlarni berib tushuntirib o'tamiz. Tevadagi panjaralarni ham o'rnatib ketganmiz. Darvozaga moslab, bu ham ideal darajada chiqdi.